Lekşemizde davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün çiğistağ 2022 yıl 3. ayının 30. günü haftaki çarşamba. Vatandaşım yukarı leksiyanın devamı endi. Şinjan'a ebedi qaytib bormayman deydiganlar endi bundaq gapni demaydigan bo'ldi. Muqimlikni qo'g'dash, besimiga bardoshlik berib, amaliyalashtirgan yuzaki o'zgarish Xitoy shunda qapti juma mana yuzaki o'zgarish balki amdala boshlandi. Şinjan Uyghur Abdunum rayonida, mustamlika Uyg'uristonda yuzaki o'zgarish amdala boshlandi. 10 yıldan artıq yuqori besimlik siyaset yürgüzülgen Şinjan'da, mustamlika Uyg'uristonda hakikaten cemiyet muqimligi şart sharoiti ostida tashqari dunyoga kuchug'ini etishi kerak edi. Çinçuanga o'xshamaydigan yerin Mashinray bir oy ichida Tangritog'ning janubi va shimolini ko'zdan kechirib, uning xizmatining muhim nuqtasi hozir o'zgarishga boshladi. Kapchikin. O yana Mashinray negizlik masalalar va chunqur qatlamli ziddiyatlarni hal qilish kerak edi. Diqqat vatandoshim, negizlik meseleler ve çuqur qatlamlıq ziddiyetlerini hal qilish kerak edi. Ahirda ko'raylik. Bu yil mamlakatlik ishki qurultoyi mezgilida Mashinray bilan Şinjan hukumat raisi, mustamlik hukumat raisi Erkin Tonyaz 3. ayning 12. kuni bütün bir kunni ajratib, Beijingda davlat egiligidagi korxonalar va pul muomala organlari mas'ullari bilan suhbat o'tkazdi. Hamkorlikni ilgari surdi. Şu günü Mashinray qatorliqlar Davlatlik mablag' komiteti ve 23 yurishlik markaziy hukumat shirkatlari qatnashgan ishlab chiqarish shirkatlari Şinjan'ı gullantirish suhbat yig'iniga qatnashdi. Xabarlarga asoslanganda suhbat mezgilida Şinjan taraf, yani mustamlika Uyg'uriston taraf, buning ichida 11 yurishlik markaziy hukumat shirkatlari bilan turlar bo'yicha hamkorlik kelishimi imzoladi. Hamkorlik kelishimining mazmunlari jumladan 14-5 yillik plan mezgilida Şinjan'a 38 tür bo'yicha mablag' solishni planladi. Selinadigan umumiy mablag' 600 milyard 130 milyon 600 ming yuan. 2022 yılı plan boyunca tamamlanadigan mablag' 100 milyard 860 milyon 200 ming yuan. Bu mablag' muhimi nefet kimya sanatiga, mushu gapga diqqat qiling. Muhimi nefet kimya sanatiga, ko'mir, elektr va ko'mir kimya sanatiga, pokiz energiyalar sohasiga, aslahalar tayyorligi, yasash sohalariga, asosiy qurilish sohalariga xarjlanadi. Shu kuni tushdan keyin Mashinray Beijingda davlat egiligidagi pul muomala organlarining suhbat yig'iniga qatnashdi. 6 yurish pul muomala organi Şinjan bilan, yana mustamlika Uyg'uriston bilan strategik hamkorlik kelishimi imzoladi. Mamlakatlik ishki qurultoyi oxirlashgandan keyin siyosiy kengashning boshlig'i Wang Yang 3. ayning 18. kuni Şinjan'a berib, mustamlika Uyg'uristonga berib xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Tadqiqot olib bordi. Bu to'g'rida so'zildi leksiyada vatandosh. Uzun muddatlik tinchlik,
xotirjamlikka munosabatlik cho'nqur qatlamliq masalalar va ziddiyatlarni hal qilishni talab qildi. Wang Yang ta'kidladi, cho'nqur qatlamliq ziddiyatlarni hal qilishni talab qildi. Kelgusi Şinjanning, yana mustamlika Uyg'uristonning iqtisodiy va xalq turmushida nayt zor ilgirlash bo'ladi. Bu balki muxbirning gapi. Albatta, Mashinroy aytgandek, Markaziy komitetning yanada bir Şinjanni boshqaruv siyosatini umumiyuzlik egallash, yanada bir mustamlika Uyg'uristonni boshqaruv siyosatini umumiyuzlik egallash. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Mashinroyning yangi siyosati tabiiyki ochiq va oshkora ijtimoiy jonlanish xohishini tarqatdi. Lekin yana hargiz mayda pishayotgan qozon nenini o'rish kesilini takrorlamaydi. Makati gapga mana. Hargizmi qozonda pishayotgan poshkalni qozonda mayda pishayotgan poshkalni o'rish kesilini endi takrorlamaydi. Masalan, burungi gubernatorlar keladi, avval qismikini endi qozonda pishayotgan poshkal o'xshasangiz, u ost tarafni pishirayotgan bo'lsa, bu o'riydi, yuzi tarafni pishiradi demakchi. Ma gapni to'g'ri joyida ishiltibdi, lekin amaliyot qanday bo'ldi? Kesilini takrorlamaydi. Şinjanning mustamlik Uyg'uristonning muqimligi birinchi o'rindagi masaladir. Shunglashqa uzun muddatlik xotirjamlik, unumlik loyihalarini qonun bilan boshqarishni doimiylashtirish, millat, din qatorliq yumshoq muhitni yaxshilash jihatda teximizor kuch chiqarishdan iborat. Davomini anglashasiz, leksiyani vatandosh.